Assalomu alaykum. Zulf mebel obunachilari. Mana bugun biz barni stoykali ishimiz 3,40 razmeri, uzunligi 2,35 balandligi, inox kashtan akrilda bo'lgan. Manaqa bakal, suv, meva-cheva qo'ysa bo'laveradigan hammasi bor. Bu yerlariga mana moykasi, smesитель yaxshisidan bu yeriga mana shu shulka qo'ysa bo'ladi. Gazi, kontrolkali yaxshisidan bunimiz mana ikkita turbo motorlik gaz vitichkamiz bor. Bu yerga mana duxovkasi bor. Chekkasiga gaz balon qo'ysa bo'ladi. Polkasini olib gaz balon qo'ysa bo'ladi. Tepalariga sochiq bu narsa qo'ysa bo'ladi. Kimga shunday oshxona mebellari kerak bo'ladigan bo'lsa, qilib bera olamiz. Zakaz asosida yasab bera olamiz. Bir paganometri buniki, bir paganometri 2.300.000 2.200.000 so'mdan chiqyapti. Andijon bo'ylab ustanovkalarimiz bor. Bunimizning narxiga keladigan bo'lsak 10 million so'm kamini qilib beramiz, xayriyaga o'tib beramiz ozgina.